Assalamualaikum qarindoshlar. Bugun hamda deyishgan temamiz bo'yicha bugun berilgan leksiyamiz shu qo'rqinish virusi va uyg'urlik tashvishi deb men mushtimini qo'yib qo'ydim. Chunki biz 6-oyniki 6-kuni mushiyada doktor Erkin Akram kelgan vaqtda 2 maydon leksiya qilgan. Shu leksiyaniki ikkinchi leksiya sifatida azroq bu tema tunishtirildi. Lekin vaqt e'tibori bilan konkret to'xtalish imkoniyati bo'lmadi. Bugun shuning bir to'xtalma sifatida leksiyamizni davomlashtirsak. Endi qo'rqinish degan shu temani tanladik. Hammamiz bilamiz. Bütün insanlarda qo'rqinish bütün inson xos narsa. Ama Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan biz nima uchun bugun bu yerda qo'rqinish haqida so'zlaymiz? Qo'rqinish haqida so'zlashga zodi nima ehtiyoj bor degan bir masala tug'ildi. Chunki inson bo'lish sifatimiz bilan Alloh taolo inson yaratganda uning qalbiga muhabbat, nafrat, xushallik shuning bilan bir vaqtda yana qo'rqinishni yaratdi. Chunki qo'rqinish inson xos narsa. Ama bugungi dunyoda dunyodagi nurg'un millatlarniki yashagan coğrafiyalik muhiti, jamiyat ahvoli, uningdan tarixi, duch kelgan masalalari o'xshamaganligi uchun ular duch kelgan qo'rqinish, ya'ni qo'rqinishni his qilish, uni qanday yengish, uningdan qo'rqinishning shu millatniki psixikasiga, madaniyatiga, turmush usuliga, o'y xayollariga solgan ta'siri o'xshashmaydi. Şuna şu noktadan biz Uyg'urlardagi qo'rqinishlarni qanday qo'rqinish? Mushu temaga bugun murojaat qildik. Endi hammamiz o'zimizniki shaxs sifati bilan hayotimizdagi shu qo'rqinish olib kelgan ta'sir va buning ilgari yashash jarayonida his qilmish hayotimizni o'ylagan vaqtda menimcha har bir Uyg'urniki hayotidagi qo'rqinishni his qilish jarayoni amaliyotda bütün Uyg'urlarning kollektiv yo'shirim engidagi qo'rqinishni his qilish ham uning yengish va uning ta'sirida yashash jarayoni bilan birdek ega. Ham bütün Uyg'ur kollektividagi bu narsani har bir shaxsning hayotidagi mush narsa his qilgan deb qarashga bo'ldi. Misol uchun oldin qatimliq leksiyamizda deb o'tdik. Biz Osiyoda, ya'ni bugun media deyilayotgan Jumhur Xalq Cumhuriyati yoki Xitoy Xalq Cumhuriyati territoriyasida yashab keldik. Bizning balliq mezgilimiz, yoshligimiz ko'p kishilarning shu joyda o'tdi. Ammo har bir inson o'zining balliq davriga, vatanda o'tkazgan, osh tuproqda o'tkazgan balliq davrini o'ylagan vaqtda nurg'un Uyg'urlarda tug'ilish bilan qandoqdir ko'rinmas bir vahima, ya'ni davlat tarafidan, hokimiyat tarafidan, davlat apparati tarafidan paydo qilingan bir qo'rqinchli bir muhit ichida yashashdan iborat bu narsani har bir Uyg'ur beshidan kechirgan. Buni biz kechirdik. Bugungi kunda bizning bolalarimiz kechiryapti. Masalan, men o'tgan qatimliq leksiyamdan tilga oldim. 76-yili men 7 yoshli bir bola edim. Ko'chada o'ynab o'tib 9-oyning ichidagi bir mezgil, tuyuqsiz o'chaqda hamma yezida insonlar bo'lsa, kanaylar bor, radioning kanaylari. O'chaqda radiodan kelgan xabar ash kanay orqali yezlarda, bozorlarda shuni anglabdi. Tuyuqsiz bir vahimlik bir musiqa chiqdi, musiqidan keyin şu çağ aşındaq bir sözünü anlığının isimler. Yani sözlükçe Davut'un. Uluq dayımız ve ustazımız Mavrushi adamdan öttü. Bu haberini anlatıp tuyuqsuz da ben balıvaşqa turup kaldık. Qarasaq şu çağ diqqat qilsam bütün ko'chada o'tgan keçen adamlarning hammasi xuddi qaqqan qo'ziqdek o'rindash turib qolgan gapda. Shuningdan men o'chaqda balog'andan keyin bu vafot bo'ldi degan so'z zotni nima so'z? Tushunmadim buni. Udulda ketayotgan bir odamdan vafot bo'ldi degan nimaga desam og'zini yum deb boshqa gap qilmadi. Hamma odam shu o'rinda qaqqan qo'ziqdek tatirib ketgan bir holatda. Shuning bilan men u yer birdan turib uy yugurib kirdim. Uyga kelsam opam tomoq yeb o'tibdi. Shunda shu gapni dedimda, bu ulug'dayimiz Mavrushi vafot bo'ldi deydi. Bu nimaga desam shu yerda opam o'sha dast turib qoldi. Og'zini yum dedi-da shada. U javob bergani bo'lmadi. Demak, endi hamma inson o'ladi. Ammo 60-70 yillardagi ashu Jungoning sharoitida Mavdan iborat
bir davlatniki shu raisi yoki ilohlik o'rniga chiqib olgan mushundoq bir insonning o'limiga nisbatan islom aqidasini qabul qilgan, islom bo'yicha yashayotgan bizning odamlarimizni ishlamay qolgan. Mal o'lamdi. Demak, bu narsani biz balliq tajribamiz bilan beshimizni o'tkazdik. Xuddi shuning o'xshash 1953-yili sobiq Sovetlar ittifoqida Stalin o'lganda Sovet ittifoqining O'rta Osiyo jumhuriyatlaridagi necha 10 million aslida islom diniga e'tiqod qilgan xalqdan tashkillangan jumhuriyatlarda Stalinning o'lganligiga nurg'un odam ishonmagan. Ya Stalin o'lishi mumkin bu. Demak, sobiq Sovet ittifoqidagi shu diktator tuzum yoki rejim insonlarga Stalindan iborat shu diktator bir shaxsning o'lib ketishiga hali ishonmas darajaga berib ketgan gapda. Demak, bugungi kunda biz buni o'ylasak, buning tub sababi nima desa, ma'lum bir elda, ma'lum davlatda diktator rejim yoki tuzumning yoki davlat apparatining insonlarga har bir shaxs sifatidagi insonni sog'an qo'rqinish tuyg'usi oxirida insonning real hayotdagi shaylarni normal o'ylash iqtidorini mahrum qilgan. Demak, psixikasini asli ustun qilayotgan gapda. Shuning uchun bu qo'rqinishni biz mushu bir avlod his qilib yashadik. Bizning ota-bobolarimiz shu qo'rqinishning ichida yashagan. Uni lekin biz yashadik. Balaligimizda ko'rgan shu qo'rqinish toki bugungi kunda mushu minutlarning o'zida bizning vujudimizda xuddi bir virusdek har vaqt bizni qiynab keladi. Bizni qo'rqitadi. Nurg'un qatam mushu virus bilan kurash qilamiz. Xuddi badanga zukam bo'lishning oldiga bir virus kirdi. Bu virusni yo'qotish uchun dori yeymiz bunga. Dori badanda elishidi, oxiri g'olib kelsa odam saqiydigan gap. Ammo Uyg'ur kirgan bu qo'rqinish virusi bu dori orqali saqayg'ili bo'ladigan virus emas. Chunki bu avlodma-avlod mahkumlik ichida yashashdan iborat bu reallik butun Uyg'ur millatining vujudiga qo'rqinishdan iborat bu virusni o'rnatib o'tgan. Shunga buni avlodma-avlod har bir shaxs yoki bir millat yoki bir ijtimoiy to'pning a'zolari mushu qo'rqinish virusi bilan kurash qilish to'g'ri keladi. To'g'ri. Men bayda o'tdim, qo'rqinish butun inson xos narsa. Mayli oq bo'ling, qora bo'ling yoki Yevropada yashang yoki Osiyoda yashang, hamma inson tug'ilish bilan qo'rqinishdan iborat bunday narsa hamma insonga o'rtaq. Ammo yashagan sharoit o'xshamaganligi uchun qo'rqinishning o'xshamagan sharoitdagi insonlarga beradigan ta'siri ham shu insonlarning keyingi hayot musobaqasida mush qo'rqinishning akildigan aks ta'sirlari o'xshash bo'lmaydi. Shunga 91-yili sobiq Sovetlar ittifoqi yemirilgandan keyin Sovet ittifoqiga nurg'un odamlar, yana mushu diktator tuzumda yashagan 70 yilga yaqin yashagan insonlar ishonmagan. Bu tuzum yemirilishi mumkinmi? Ya'ni mushu sistemaning ichidagi 15 ittifoqdosh jumhuriyat parchalanib chiqib, o'z oldiga bir mustaqil hur hayot yashashi mumkinmi degan narsaga nurg'un odam ishonch qilolmagan. Chunki 70 yillik mahkumlik, qo'rqinish insonlardagi o'ziga bo'lgan ishonch tuyg'usidan mahrum qilgan. Shuning uchun dunyoda bugungi kunda sharqdagi nurg'un millatlarni, ya'ni mahkumlik ichida yashagan millatlarning psixik holatini tadqiq qilish hozir g'arbdagi cho'ng bir tadqiqot temasi. Sobiq Sovet ittifoqi yemirilgandan keyin necha yuzlagan kitoblar chiqdi. Yana Sovet ittifoqi tavasida yashagan millatlarning psixikasidagi normalsizlik, ularning psixikasida ko'rilgan egizpaslik hamda mushu egizpaslikning ularning hayotiga, bolalariga, ma'rifiga, turmush usuliga hamma narsaga ko'rsatgan ta'sirini tadqiq qilgan nurg'un kitoblar yozildi. Vaholanki Uyg'urlarning peshini kechirgan psixikasidagi mushu xil normalsizlik har xil holatlarga nisbatan bizda bir tadqiqot elib beriladi. Shunga bugun oldindan mushu qo'rqinishning manbasi yoki yiltizini his qilish yoki mushuni kuzatish har bir inson bo'lish sifatimiz bilan o'zimizni o'zimiz davolash bu intayin bir zarur narsa. Shu sababdan bugun biz qo'rqinish haqida so'zlayapmiz. Bu temamizning birinchisi yana nima uchun qo'rqinish haqida so'zlaymiz degan. Hamda ikkinchi bir tema shu inson tabiatidagi qo'rqinish va uning psixik alomatlari. Hamda biz baydadoq Alloh taolo inson yaratgan vaqtda insonning qalbiga muhabbatni, nafratni, xushallikni, g'am qayg'uni, qo'rqinishni hamma narsani birga yaratgan. Shunga insonning psixikasi shundoq bir murakkab narsaki, har vaqt odam o'zining psixikasini tanishib yashash to'g'ri keladi. Agar shu psixik alomatlarning ichidagi ma'lum bir taraf chakdan eshib ketsa yoki haddidan ortiq
yuqori yoki tuvan bo'lib ketsa, insonning psixikasida normalsizlik kelib chiqadi. Shuning uchun bunda qarab boqaylik, nima uchun ixtirolarning, kashfiyotlarning, yangiliklarning ya dunyoviy hur va erkin fikrlarning ko'pinchisi tarixda Yevropada oldin tug'ildi. Yevropada nima uchun oldin tug'ildi? Asli insonda egizpaslik yo'q. İnsanın icadiyat iqtidori kallasi hamma narsa dunyodagi hamma insonga o'rtaq yaratilgan. Ammo sharoit ba'zi insonlardagi shu xil iqtidorni qezib chiqarishga yo'l qo'ydi. Yana ba'zi yerlarda sharoitning bo'lmasligi ba'zi insonlardagi shu xil iqtidorning besilib qolishini keltirib chiqardi. Shuning uchun Yevropaning sanoat inqilobidan keyin milliy davlatlashish yo'li qarab menishi, demokratiyaning, inson haqlarining nisbatan baldudoq ish qilishi, insonning o'zining hur, erkin fikrlarini bevosita ayta olish bunday sharoitning baldur yetilmaganligi sababli Yevropada ixtirolar, kashfiyotlar, yangiliklar bu ideyalarni ko'proq balduroq o'tirib qo'yilgan. Endi boshqa Osiyo, Afrikadagi nurg'un millatlar, masalan, o'rta asrda qadimda shonliq madaniyat yaratilgan mazgillarda bu yoqda yashagan insonlarning noyat nurg'un yangi hur fikrlar o'tirib qo'yilgan, yangiliklar maydonga kelgan. Yevropa buni e'tirof qiladi. Ammo keyingi mazgillarga kelganda sharoitdagi, tarixdagi yoki sistemadagi masalalar sababli nurg'un millatlarda o'zining tafakkuridagi yangilikni qezib chiqarish imkoniyati bo'ldi. Shuning uchun Osiyo, Afrika va Latin Amerikadagi nurg'un millatlarning ma'lum darajada oqib qolishi sistemining sababidan bo'lgan ish. Shunga biz bugun qo'rqinish haqida so'zlayotgan vaqtda qo'rqinish butkul inson xos narsa. Ammo qo'rqinishni qanday his qilib, uni qanday tizginlash, unidan qanday g'olib kelish, uni qanday yengish har bir o'xshamagan davlatdagi, eldagi xalqlarning o'zining sharoiti bilan munosabatli. Shuning uchun biz bugun Uyg'urlarga to'xtalgan vaqtda Uyg'urlarmi dunyodagi barliq insonlarga o'xshashdan qo'rqinishni his qilib yashovchi xalqlarning biri. Ammo Uyg'urdagi qo'rqinish zot qanday bo'ladi? Bu masalani texnik ilgilanganda yechib chiqarish bu bizning bundan keyingi yashash jarayonimizda shaxs sifati bilan muhim, millat sifatimiz bilan muhim. Shunday bir gap bor, inson qo'rqinishni his qilganda insonda nurg'un qo'rqinish tuyg'ulari bo'ladi. Masalan, kasal bo'lib qolishdan qo'rqinish, ishsiz qolishdan qo'rqinish, hayotda xavf yetishdan qo'rqinish, o'lib ketishdan qo'rqish. Bu shunday turli tuman qo'rqinish tuyg'ulari bo'ladi. Ammo insonning qalbi bunday qo'rqinish tuyg'ulari bo'lgan bilan Alloh taolo insonga yana mushu qo'rqinishdan g'olib kelish yoki qo'rqinishni yengishdan iborat bunday bir iqtidorni insonga baxshanlik qilgan. Shunga hozirgi mazgilda bunday qaraganda mayli vatan ichida bo'lsin yoki vatan sirtida bo'lsin, Uyg'urlarda qo'rqinishni his qilishdan iborat bunday bir psixikaning ichida yashash ko'p bo'lsa-mu, lekin qanday qilib undan g'olib kelish, qutulish texi bizda to'liq bir ish qashmagan jarayon deyishga bo'ladi. Shunga shunday deyish kerak, inson erkin hur fikrni qo'rqinishni yengan vujuddan chiqadi. Qo'rqinishga mahkum bo'lib qolgan qalbdan erkin hur fikr chiqolmaydi. Ijodiyat iqtidori texim bo'lmaydi. Shunga inson his qila oladigan qo'rqinishlarning ichida eng xatarligi hammadan o'ta inson qo'rqinishga soldig'ini menimcha insonning o'zining qalbidagi asoratning shu turmusiga bo'g'ilib qolish yoki undan qutulolmaslik. Bu insondagi qo'rqinishning eng og'iri. Chunki bu har bir insonni umr bo'yi qiynaydi. Agar undan qutulolmasangiz, sizning butun vujudingiz, psixikangiz, mijoz xarakteringiz hamma narsaga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun biz boyagandek inson uni his qilish bilan birga uni yengish uchun cho'qim yo'l izlash kerak. Chunki biz degandek insonlar emas, hatto butun jonliqning qo'rqinish tuyg'usi bor. Masalan, chumillarning yer tavrashdan ilgari egispas bo'lib jiddiylashish harakatidagi. Masalan, yer tavrash yoki biror cho'ng vayim bo'lishdan ilgari ishtiloh havishib oldin ashuni his qila boshlasini. Chunki butun jonliqda bunday qo'rqinish tuyg'usi bor. Albatta, inson oliy darajadagi maxluq bo'lganligi uchun insonlar texnik kuchli bunday narsa. Ammo insonning boshqa hayvonlarni besib tushirgan ortiqchilik nima desa, ashu xil vahimani, ashu xil qo'rqinishni his qilgan bilan shundan qutulishga inson yana o'zida iqtidori bor insonning. Gap bugun kunda Uyg'urlar duch kelayotgan shaklsiz holatdagi mush qo'rqinishni qanday qilib his qilib yengish masalasida bizda noyat cho'ng bir kriz bo'ldi oldimizda. Endi 3-tema shu qo'rqinishning insoniyat tarixi qoldirgan vahimalik izlari degan bir
kichik bir tema ajratgan. Ham bu temada dunyoda nurg'un misollarni keltirish mumkin. Masalan, mayli mush qadimgi Yahudi dini yoki Xristian dini yoki Islom dini bo'lsin, mushu 3 dinning hammasida hammamiz bilamiz, Nuhning, yana to'pon balasi deydigan bir nima bor. Yana Nuh payg'ambarning insonlarni to'pon balasidan qutuldirganlik jarayoni. Buni hammamiz o'qigan kichigimizda. Endi mushu to'pon balasini o'ylab boqaylik. To'pon balasida butkul yer yuzidagi insonlarda gunoh, kafirlar ig'irlashganda, eng oxiri Alloh taolo yer yuziga butun to'ponni paydo qildi. To'ponni paydo qilib, butun yer yuzini kun-pay-kun qildi bir qator. Endi mushu to'pon balasini omon qolganlar faqat Nuh payg'ambar va u kemik birga olib chiqqan jonliqlar. Hayot qiladi, bular qilib to'pon besibgandan keyin yer yuzida yangi bir hayotlik, shundan keyin ovido maydon kelib taraqqiy qildi. Demak, o'g'limiz bugungi insonlar Nuhning kemisidan hayotlik qilib, keyin ko'paygan, avg'an, taraqqiy qilgan insonlarning avlodlari sifatida yashayapmiz. Ham bu yerda bunday bir savol tug'ildi. Shu vaqtda, masalan, Alloh taolo nima uchun yer yuziga to'pondan iborat bu halokatni soldi? Demak, to'pondan iborat mush halokat yoki mush zo'r qo'rqinish insonlarni ruhiy jihatdan bir qatam cho'chitgan. O'z haqida qayta o'ylashgan, o'zining ketkizib qo'ygan gunoh haqida yana bir qatam o'ylashga insonlarga bir fursat bergan desam bo'ladi. Shunga dunyo tarixida yangi paydo bo'lgan iqtidorlar, kashfiyotlar yoki insonlarning ruhiy jihatdan bir qatam cho'chib uyg'onib, insoniyat tarixida bir fikr inqilobi bo'lgan vaqtda har qatimda uningga ma'lum bir qo'rqinish sababchi bo'lgan. Şuna balkim Alloh taoloning to'pon balasini selishi insoniyatni bir qatam mushu qo'rqinish orqali ularni ro'yijatdan bir uyg'otish. Mundaq bir nimani o'ylagan bo'lishi mumkin, deyish mumkin bu jihatdan. Endi undan keyin insoniyatning jamiyati necha ming yillar mobaynida ko'p qatam nurg'un voqealar, nurg'un hodisalar bo'ldi. Dunyoda urush bo'lmagan hech qanday bir asr bo'lmadi. İnsanlar nurg'un qatam urushlarning, tabiiy ofatlarning, yo'qotishlarning qurboni bo'lib keldi. Mesela şu fakat 20. asrga nazar tashlaydigan bo'lsak, 20. asrda insoniyatni halokat yilida olib qolgan ikki qatamliq dunyo urushi yuz berdi. Birinchi va ikkinchi dunyo urushi. Ikki qatamliq dunyo urushidan keyin dunyoda texnika, taraqqiyot, iqtidor, intayin, ixtirolar intayin tez rivojlandi. Shunga bu jarayonlarni olib kelganda insonlar amaliyotda har qatam mangu insoniyatning tarixi amaliyotda qo'rqinishni his qilish va qo'rqinishni yengish tarixi bo'lib kelganda bu insonning bir butkul insoniyat sufati bilan. Hamda shaxsiy bir inson kelsak, shaxsiy insonning hayoti bu amaliyotda shunday bir jarayonning bir qismi. Shuning uchun biz ta'kidlayotgan bu 3-temada qo'rqinishning insoniyat tarixi qoldirgan vayimlik izlarini har bir davrda, har bir sharoitda, har bir jamiyat va har bir elda his qilgan bo'ldi. Demek bu leksiyamızın 5'liki qo'rqinish haqidagi qisqacha tushunchamiz. Endi leksiyaning asas qismi bo'lgan Uyg'urlarning kollektiv ilmidagi qo'rqinish va uning ifodalari. Bu masala endi bizning shu leksiyamizdagi asosli tema deyishga bo'ldi. Xo'sh, biz boya qo'rqinish haqida so'zladik. Balki endi so'zlaganlarimiz nazariya jihatdan biroz abstrakt bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Çünkü qo'rqinishni agar mayli psixologiyaga, falsafaga solsangiz, bu texnik abstrakt insonning ruhiy, psixikalik alomati bilan birlashadigan narsa bo'lganligi uchun bu intayin qo'rqinish nima, murakkab bir hodisa. Ammo bir shaxs sifati bilan qo'rqinish degan vaqtda bir inson uni his qildi, tushunadi. Endi o'ylab boqaylik, bu yerda bunday savollar tug'iladi. Vatandan nurg'un Uyg'urlar bugungi kunlikda muhojirat yashayapmiz. Muhojiratga Uyg'urlarning vatan sirtiga chiqishi hamda Yevropa, Amerikadagi demokratik ellarda yashashining bu yerga kelishining nurg'un oq ko'rinishi bor. Nurg'un insonlarimiz shu yerdagi yashash imkoniyatining bo'lmaganligi, hayotiga xavf-xatar yetganligi, vatanda yashayolmaganligi, chiqish yo'l topolmaganligi qatorli turli sabablar bilan ular muhojiratga o'xshamagan davlatlarga kelib yerlashdi. Demak, bu yerda esa Uyg'urlarning o'zining ona tuprog'ini tashlab muhojiratga chiqib ketishi amaliyotda buning bir sababi shu yerdagi muhitdagi bir xil qo'rqinish. Muhit keltirib chiqargan imkonsizlik va bu imkonsizlik ichidagi ularning psixikasiga solgan bir xil qo'rqinish. Ya'ni xotirjam bo'lolmaslik o'zining yurtidan yana bir joyga muhojirat qilib chiqdi. Shuning uchun bizning bu yerda yashashimiz, kelishimizning o'zi qo'rqinishdan boshlangan. Chunki oldimiz qorong'u.
vatanni tashlab chiqib, yana bir vatanda o'zining egiligini tiklash, mavjudligini kapolatga ega qilish, bola chaqalarini, kelajagini kapolatga ega qilish bu bir intayin qorong'u jarayon. Bu jarayonlarning har bir qadamiga qo'rqinish yondashgan bo'ldi. Demak, bu shuning uchun biz muajiratdagi Uyg'urlarning psixik xarakteri yoki mijoz xarakteri ustida o'ylagan vaqtda hammamiz bugun qadar Uyg'urlarning psixikasini o'lchaydigan bir qilibni yasash intayin tez. Masalan, ularning psixikasini qanday qilib qilib o'lchaymiz? Chunki o'xshamagan davlatlar yashaydi. O'xshamagan millatlarning madaniyatining ta'siriga uchraydi. Ularning duch kelgan tajribalari ham beshini o'tkazgan kechirmishlari o'xshamaydi bir-birisiga. Shuning uchun dunyoning hamma joylariga chechilib ketgan, qumdek chechilib ketgan Uyg'urlarning xarakteri shu qadar murakkab. Shunga bugungi kunda birisi sizlardan Uyg'urning xarakteri nima degan vaqtda bunga bir javob berish intayin tez. Masalan, biz Shvetsiyada yashayapmiz. Ammo shvedlarning xarakteri haqida yuzlab kitoblar nashr qilindi. Har qanday bir shveddan so'rasangiz, shvedlarning xarakterini hech bo'lmaganda tuvandagi 2 yoki 3 nuqtadan tushuntirib beradi. Masalan, shvedning xarakteri qanday xarakter? Millat sifat bilan shved millatining xarakteri nima? degan vaqtda men o'zim shaxsan necha o'nlab shvedlardan so'rab ko'rdim. Hammasining bergan javobi shvedlarniki. Birisi shvedning xarakteri, ya'ni undvika konflikt deymizmi? Ya'ni problemdan yoki masaldan yoki ziddiyatdan qaytish. Umumyüzlük deyilgani shvedlarning xarakterining bir tarafi bu jihatdan qildi. Demak, bu nima desa, hammasi faqat o'zining ishi puxta bo'lish, o'zining yo'lda menish, o'zi xohlamagan yoki o'zi bilan munosabatsiz ishdan qaytish yo'lni ravonlashtirish. Demak, shvedlarning tarixdan jarayonda, yashash jarayonida bugungi kunda shakllantirgan millatdagi bir xil xarakterning bir tarafi. Yana ba'zilar esa shvedning xarakteri nima desa, shvedning xarakteri tabiat bilan bo'lgan birdaklik deb javob beradi. Yoki garmoniya deb qo'yamiz, garmonik birlik tabiat bilan. Chunki boshqa millatga o'xshagan holda shvedlarning yashash usulini qo'ysak, butun hamma odam o'rmonning ichida tabiat bilan birga yashaydi. Shved xalqi tabiat bilan birga yashaydi. Shunga har qanday so'rasang, tabiat bilan birdaklik shvedlarning birlik xarakteri. Bunday javob berdi Alloh. Shuning uchun ham Uyg'urning milliy xarakteri, masalan, boshqa bir millat sizlar bilan aralashgan. Uyg'urning milliy xarakteri nima degan vaqtda biz bugungi kunda buningga o'lchamlik yoki qilib tushgan yoki ma'lum bir yakunlangan bir so'z bilan javob berish intayin qiyin. Shuning uchun insonning o'zining tashqi dunyoni tushunishi oson. Gerçi o'zimiz kichik, hozir jismoniy jihatdan aytganda odamning badani cheklik narsa. Ammo tashqi dunyo cheksiz. Koinot cheksiz. Lekin inson tashqi dunyodagi cheksiz narsani oson tushundiki, o'zidagi cheksiz badanning ichidagi cheksiz ruhiyatni, cheksiz psixikani, cheksiz ichki dunyoni tushunish intayin tasnasi. Demak, bu insonning qiyin nuqtasi. Undaqkan Uyg'urlarning navbatdagi kollektiv psixikasiga yoki kollektiv engida shakllangan yoki hozir hukm surayotgan qo'rqinchning ifodalari zot nima? Men bu yerda deganimda bu muajiratdagi vatan sababidagi Uyg'urlar emas, balki vatanni o'z ichiga olgan butun Uyg'urlardagi ifodalarni ko'z tutyapman. Men buningga birinchisi Uyg'urlarning shu psixik engidagi qo'rqinchning ifodasi sifatida birinchi narsa nima desa, ishonchning yo'qolishi deb mushu nuqtadan qaradim. Ishonchning yo'qolishi, o'zi bo'lgan ishonchning. Chunki o'ylab boqaylik, bir insonga nisbatan ma'lum bir naslda, masalan bir imtihon deylik, imtihonda agar o'zingizga ishonchingiz bo'lsa, imtihonga qo'rqmay kirsiz. Qo'rqinish sizni bir qadam yiroqlashadi. Jiddiylashish bu narsani, chunki ishonchi bor o'ziga. Bu imtihonga, imtihondan o'talayman yoki o'tamsam, yana bir qadamda o'talayman deydiganda o'zi bir ishonchi bo'ldi. Xuddi shuni o'xshash, har bir millatda bu ma'lum bir kelgan kollektiv bilqat, tajriba yoki kollektiv kechirmishga yoki kollektiv taqdirga nisbatan o'zida bir ishonch bo'lish kerak. Ammo Uyg'urlarning tarixini hech bo'lmaganda 20-asrdagi Uyg'ur tarixini varaqlab ko'rgan bo'lsak, butun millat gavdasi bilan nurg'un masalalarda o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qolganligini his qilamiz. Masalan, bu yerda bunday bir misol keltirishga bo'ladi. 1860-yillarda, 65-yildan 1877-yilgacha bizning vatanimizda yana badavlat,
Yaqubbek deydigan bir kishi, ya'ni G'arbiy Turkiston tarafdan kelib, bizning vatanning janubidagi Qashqarli markaz kanalida 7 shahar davlatini qurgan. Tarixchilar buni ba'zilar 7 shahar davlat deydi, ba'zilar 6 shahar davlat deydi. Umuman bizning vatanni o'z ichiga olgan bir davlat. Shu vaqt qo'zg'algan vatandagi xalq qo'zg'alonlarining natijasida 7 shahar davlatda dunyoga kelgan. Vaholanki, mushu 10 necha yil hukm surgan mushu davlatda yashagan insonlar, ya'ni bizning ajdodlarimiz shu mazgildagi bu davlatning istiqboliga nisbatan ishonchi bo'lganmi degan bir savolni izlab ko'rish to'g'ri keldi. Buningga shu vaqtdagi shu mazgilni beshidan kechirgan, shu davrda yashagan, shu davr tarixidan ma'lumot beruvchi Molla Musa Sayrami bunday bir misolni oldi. Bir yo'lovchi otqanda Fayzoboddan o'tib ketib, yer ag'dirayotgan bir dehqonga duch kelganda, dehqondan so'raydi ekan. "Ha, bu aka, nima qilyapsiz?" degandan keyin hech qanday gap qilmaydi, "Xitoy teryapman" deb javob berdi deganda bu dehqon. Shunda bu yo'lovchi turib, "Bu gapingizni tushunmadim, bu nima gap?" degandan bu bizning diyorimizda islomiyatchilik hokimiyat 10 yil davomlashgan emas. Bu badavlat janoblarining qurgan bu davlatining qachonga davomlashganligini hech kim bir narsa deb bo'lmaydi. Bu Xitoyning kelishi xuddi yangi urug' solsak, ko'klab chiqqandek eshitib javob berdi deganda bu nimaga? Odamga. Shuni bilan o'tib ketadi ekan, hamda bu bir nihoyat oddiy bir misol. Ammo bu misol nereden chiqyapti desa, u vaqtda manchani qo'lab chiqargan. Bir mustaqil o'zonlik qurgan davlatning ichida yashayotgan bir dehqonning odatdagi bir gapi. Bu bir odatiy gap. Balkim bu gap shu vaqtda yashayotgan bizning bütün ajdodlarimizga vakillik qiladigan gap deyishgan bo'lmaydi. Ammo bu gap nimani tushuntirib desa, bu gap odatdagi dehqonning shu vaqt qurilgan bir hokimiyatga bo'lgan ishonchining yo'qligi. Nima qilaylik, bizning qo'limizdan ish kelmaydi. 5 yil, 10 yil, undan keyin yana asliga qaytadi deydigan mandaq bir psixika shakllanganda. Shuning uchun Uyg'urning tarixi, realligi, amaliyatini tahlil qilib, bizning psixikimizga yoki ruhiy holatimizga o'rnab ketgan qo'rqinchning ifodalarini tepib chiqish, uningga nisbatan dori tepish kerak. Uni qanday hal qilish, undan qanday qutulish, undan qanday hal qilishni izlash kerak. Demak, bu birinchi xil ifodasi deyishga bo'ldi. Endi Uyg'urlarning kollektiv yoshirilgan yangilikki qo'rqinchning yana bir ifodasini, hamda ikkinchi ifodasini men ziyoda sezgurlik yoki sezimi eshib ketish degan shu nuqtadan tahlil qilib ko'rishni to'g'ri topdim. Balkim bizning aramizda nurg'un psixologlar bor, nurg'un tadqiqotchilar bor. Buningdan keyingi tadqiqotlar davomida boshqacha yangi qarashlarni o'rtaga chiqishi mumkin. Lekin men shaxsan shu nuqtani Uyg'urlarga qo'rqinchning bir ifodasi deb bilishga bo'ldi. Ya'ni sezgurlik eshib ketish. Sezgurlik eshib ketish psixologiyadagi bir atalım. İnsanın ma'lum jihatda sezgurligi eshib ketgan vaqtda psixikasida ba'zi normalsizliklar ko'rindi. Masalan, haddidan ziyoda jiddiychilik tug'ilgan vaqtda siz qo'ygan tutquningizni bilmaysiz. Hatto og'zingizdan nima gap chiqqanligini uqilmaydi. İnsan o'zini sezmagan, o'zini bilmagan holda bunday bir psixikaga giribtar bo'lib qoladi. Xo'sh, shaxs sifati bilan bir inson ba'zi vaqtda shunday bo'lib qoldi ekan. Millatmi shunday bo'lib qoladi? Albatta, millat yoki bir ijtimoiy to'p minglagan insoniy gavdalarniki qo'shilishdan hosil bo'lgan narsa. Shunga minglagan insonlardagi bu xil sezgurlikning eshib ketishi amaliyotda butun millat gavdasida sezgurlikning eshib ketishini keltirib chiqadi. Hamda bu xil ahvol bizda bormi deganda bizda ko'rilgan ahvol emas. Dunyodagi hamma millatda o'zining o'xshagan tarixiy sharoitida shunday ahvolga duch kelgan ahvollar bor. Misol uchun buningga Manjolarning tarixidan bunday bir misolni keltirishni loyiq topdim. Hammamiz bilamiz 1616-yili shu hozirgi Xitoyning sharq shimoli yoki Dongbeylayotgan mush tarafdan Manjo deydigan bir millat tarix sanasiga kirib kelgan. Bular shu vaqtda nihoyat tezlik bilan kuchayib, hozirgi shu Beyjingning shimolida Shanxaygan deydigan bir o'tkan bor, ya'ni Satichen sepining o'tkani. Bu o'tkanning janubi, ya'ni aslidagi Xitoyning an'anaviy tupurg'i, uning shimolidagi millatlar yashagan bir makan. Bular nihoyat kuchayib,
Artıq qo'shin bilan o'sha Shanxuaygandan o'tib, nihoyat tezlikda Beyjingni oldi. Beyjingda bilan uzun o'tmay Manching sulolasining qurilganligini jakalaydi. Endi o'ylab boqaylik, shu vaqtda necha 100 million aholiga ega Jungoda yoki Xitoyda al noposi necha millionga yetmaydigan manjular otliq qo'shinning sur-haybati bilan oxiri birlik keltirdi bu davlatni. O'z qo'liga oldi. Beyjingni poytaxt qildi. Poytaxt qilib, bular hokimiyat beshiga chiqib, hokim millat qatori o'tdi. Shuning bilan oradan bir 10-20 yil o'tgandan keyin Changjiang daryosining janubidagi nurg'unlagan shu Xitoy aholilari tuyuqsiz o'ziga hukmronlik qilayotgan mushu millatning oldida bularning psixikasini albatta o'zgarish yuzlaganda uning oldida o'zini o'z so'ragan. Hozir haq so'rayapti bular. Endi bu psixik o'zgarish nerdan kelyapti desa, hammamiz bilamiz, manjularning yani Manchang davrida ishlangan nurg'un kinodan ko'rdinglar. Manjularning chashagida qanday oldi tarafini qirib o'tadi, keyindan bir o'rim chashni qo'yib, keyingi salonda bu manjuning milliy chash shakli. Endi shu vaqtda Xanzolarning chashagida qanday edi desa, Xanzolar butun chechini qo'yib, o'rib olgan bir bularning nimasi bor, chash otib ekanda. Bunda qarab baqsa, manjularning anda o'ziga o'xshamagan, shunda ko'pinchilari tuyuqsiz psixik jihatdan qo'rqish boshlaganda, biz zot chechimizni manjularga o'xshash oldi tarafdan qirib, keyingi chash qo'yish kerakmi, kerak emasmi? Chunki bunda qilsam, bularning nimasiga zidni tigib qo'yman, ertash kundan jaylamamdi. Yoki bularga yomon ko'rinib qolmanmi? Deb bu xilda o'zini o'zi andish qilish o'tganda, shuning bilan bu andisha 5-10 yil davomlashgandan keyin oxirida 1646-yilga kelganda Beyjingdagi Manju xoni butun davlat xarakterli farmon jakalab, butun shu miqyosida, Manchang sulolasi miqyosida hamma Xanzoning birdek chechining old tarafini qirqib tushirib, o'rimchash qo'yishga farmon tushgan. Farmonda noyat aniq qilib, agar chash lozim bo'lsa, kalla ilinsin, kalla lozim bo'lsa, chash tushirilsin deb farmonga aniq yozgan shu vaqtda. Endi bu yerdagi bu misoldan nima tushuna olmasak, aslida bu narsani hokim millat his qilmagan. Ammo hukmronlik o'rnida turayotgan millat o'zining o'zi andish qilib, hokim millatga yaxshi ko'rinish yoki o'zining hokim millatga o'xshamaydigan turmush odati yoki madaniyatidan o'zini o'zi kamsindirib, oxir bu qo'rqinish hokim millatni olani o'zgartirishga majbur bo'lgan. Bu nimaning misoli desa, bu sezgirlikning eshib ketishi. Ya'ni qo'rqinish keltirib chiqargan sezgirlikning eshib ketishi oxiri bu holat keltirib chiqargan. Xo'sh, biz manjularning tarixidan misol oldik. Endi bizning hayotimizda Uyg'urlardagi sezgirlik eshib ketish bugungi kunda nimaga sabab bo'ldi? Bugungi kunda bu xil sezgirlikning eshib ketishi Uyg'urlarning chiroy shaklidagi badan alomatidagi o'xshamaslikdan o'zi xavfsiraydigan holatga berib yetdi. Burutlarning tushirilishi, yog'liqlarning boshdan elinishi, choch soqollarning taqishi, amaliyotda bu butunlay gerçi ma'lum jihatdan bu sistemaning sababidan bo'lsa-mu, ammo buni ma'lum tarafda yana o'zimizning izlashga to'g'ri keladi. Masalan, bu narsaning ortiqchiligi, qo'rqinchligini hokim millatga kim his qildirdi? Minglagan ishchi xizmatchilar mushu hokimiyatning sistemasida Uyg'urlar ishlayotdi. Ularning ichidan yana minglari o'sish uchun, martabasining yuqori ko'tarilishi uchun o'zidagi boshqalarga o'xshamaydigan narsadan eng dastlabda vahim yeguvchilar amaliyotda mushundoq bir qatlamdan kelgan. Shuni bugungi kunda Uyg'urga xos bo'lgan narsa, Uyg'urning milliyligini gavdantirayotgan narsa, tarixdan buyon o'zining milliy alomatining muhim bir qismi bo'lgan narsa, bugungi kunda Uyg'ur o'zini o'zi qo'rqadigan bir holatga yetdi. Misol uchun, men o'tgan leksiyamda dedim, bizning yozuvchimiz Mamtimin Oshurning Burut majrosi degan hikoyaning qimmatini bugungi kunda men his qildim. Vatan vaqtida o'qon bilan u darajada his qilmoqdi ekanman. Mamtimin Oshur buningdan 10 necha yillar ilgari o'tirib qo'ygan Uyg'urlarning psixikasidagi ziyoda sezgirlik yoki sezimli eshib ketish sababidan kelib chiqqan bu xil qo'rqinchni Burut majrosida yozgan bo'lsa, bugungi kunda 10 necha yil o'tgandan keyingi bugungi kunda bu narsa reallik aylanmoqda. Ko'ryapsizlar, erlarimizning burut soqollari tushirilyapti, ayollarning beshining yog'liqlari elinmoqda. Demek amaliyotda o'zidagi bu xil vahima, oxiri bu vahimani reallaştirdi, oxiri bu boshqalarga destek deb berdi. Bizning milliy tibobatimizda hammamiz bilamiz, hamma Uyg'ur o'zini his qiladi. Badanga
qandaq taomlarni yoki qandaq narsalarni yeyish yoki yemaklikka tanishish orqali odam o'zidagi issiq sovuqlik qiladi. Yana mijozning issiqligi, sovuqligi yoki uningdagi ho'l issiq, ho'l sovuq, quruq issiq, sovuq deganlarni har bir Uyg'ur bir inson bo'g'ichi sifati bilan o'zi his qila oladi, uni yemak, ichmak, har xil narsa bilan tanishib oladi. Odamning psixikasi shu. Chunki o'zingizga o'zingiz eng yaqin, o'zingizni o'zingiz eng ko'p bilasiz. Shuning uchun har bir inson oldi bilan o'zidagi psixikani tanishish kerak. O'zi tanishsa, mumkin o'zi tava bo'lgan millatning yoki ijtimoiy to'pning psixikasini tanishalaydi. Bu ikkinchi nuqta. Uchinchi nuqta sifatida Uyg'urlarning tarixdan buyon toki bugunga qadar davomlashgan bu hayot jarayonida o'zi his qilgan yoki qalbida tug'in bo'lgan yoki vujudida virus saqlayotgan bu qo'rqinish oxirida nimani keltirib chiqardi degan vaqtda men bu uchinchi xil ifodani bir xil manqurtliq deb bu atalg'i bilan tushuntirishni loyiq topdim. Endi hammamizga ma'lum, agar adabiy asar o'qiganlar bo'lsanglar bilsizlar, Qirg'izistonning ya'ni sobiq Sovetlar ittifoqi davrida yashagan bir qirg'iz yozuvchisi bor, dunyoga tanilgan. Chingiz Aytmatov ismi. Shunga qirg'izlar o'zlarining milliy madaniyati yoki milliy iftixori jihatdan aytganda qirg'izlar shunday gap bor. Bizda ikki narsa bor. Birisi Manas, yana birisi Chingiz Aytmatov deb qo'ydi. Chunki Chingiz Aytmatov necha millionga yetmagan qirg'iz xalqini o'z vaqtida sobiq Sovetlar ittifoqiga emas, butun dunyoga tanitgan yozuvchining birisi. Asarlari 100 xildan ortiq tarjima qilingan, o'z vaqtida hatto Nobel mukofotiga, Nobel adabiyot mukofotiga ko'p qatam nomzodlik ko'rsatilgan bir yozuvchi. Endi bu manqurt degan so'zni eng dastlabda Chingiz Aytmatov o'zining Asardan uzoq bir kun degan bir roman orqali ayni davrdagi O'rta Osiyo xalqlarining jumladan qirg'izlar duch kelayotgan milliy mavjudlik masalasiga o'sha manqurt hikoyasi orqali bir tamsilni o'tirib qo'ydi. Masalan, buni nima deyildi desa, chunki biz bilamiz, Sovet ittifoqining 60-70-yillarga kelgan vaqtda o'z davrida cho'ng rostlashtirish, uningdagi madaniyat jihatda Ruslar bilan o'xshash qilish, kommunizm mafkurasini tengish qatorliq nurg'un Stalin davridagi, Xrushchev davridagi va keyingi Brejnev davridagi mushu voqealar O'rta Osiyo xalqlarida, jumladan qozoq, qirg'iz, o'zbek, uyg'ur va boshqa millatlarda o'zining milliy mavjudligi 70-80-yillarga kelganda bir masalaga aylangan. Bu millatlarning tili mavjud bo'lamdi yo'q. Milliy kimligi saqlanib qolamdi yo'q degan bir gumon shakllangan. Dal bu gumonni o'z davrida ogohlantirish sifatida asar orqali o'tirib qo'ygan kishi Chingiz Aytmatov. Masalan, shu romanda bular qirg'izlar duch kelayotgan mushu masalalar, O'rta Osiyo xalqlari duch kelayotgan mushu reallikni bunday bir rivoyat orqali asarda ishlatgan. Ya'ni qadimgi zamonda qirg'izlarni ko'p xonlik davlatlarni qurgan bir xalq. Qadimgi zamonda bu qirg'izlarning ichidan boshqa bir millatlar bilan urush qilib, masalan, Jurjan deydi. Mushu millatlar bilan bo'lgan urushda qirg'izlarning asarlari aloq tutilgandan keyin qanday qildi ekan desa, yana birisi asirga tutilgandan keyin buni opiriblar, beshini ustur bilan pak-pakiz qirqib, 6-oyning issig'ida. Undan keyin shu yerda to'gidan birini o'ldirib, to'gining mushu bo'yin terisi eng qalin bo'ldi ekan. Aşağı g'ora chiqib turgan terini opirib, boshqa kiygizib olgan ekanda, kiygizib, undan keyin buni qattiq tengib, og'ir put-qo'lni bog'lab, bu asirni cho'lga tashlab ekan. Bu issiq cho'lda 3 kundan 7 kungacha faqat suv berib, boshqa narsa bermay, bu yetish jarayonida oxiri teri qurib, bosh bilan chaplashgan ekanda. Chaplashgandan keyin boshdan o'sib chiqqan chosh teriga teshib o'tolmay, oxiri yenib, mingning ichiga, boshning ichiga o'sib ketganda, o'sib bu ma'lum bir mazgil olganda oxirida bu odam butunlay kerakdan chiqib, oxiri nimaga aylandi desa, shu romandagi gap bo'yicha manqurt qaylangan. Am manqurt qaylangan odam qanday bo'ldi ekan desa, manqurt qaylangan odam faqat egisini tanıydi. Egisidan boshqa o'zining ota-ona, qarindosh hech bir inson tanımaydi. Agarda egisi ota-ona yoki onani o'ldirsa, berib o'ltirgan bir holat kelganda bundaq asarda. Demak, tarixda O'rta Osiyo tarixida ko'rilgan mushu xil bir rivoyatni romanga akilib, shu zamondagi, hozirgi zamondagi O'rta Osiyoning ahvoliga tatbiqlaydi bu romanda. Endi mening
Uyg'urlarning kollektiv yoshurun engidagi qo'rqinish keltirib chiqargan ifodalarning biri sifatida bu manqurtlikni tilga olishi bu o'z vaqtida Qirg'izda ko'rilgan hodisa emas. O'rta Osiyodagi millatlarni ko'rgan hodisa emas. Bugungi kunda Uyg'urlarning o'zida ko'rib o'tildi. Manqurtlik. Demak, manqurt bo'lgan inson amaliyotda o'zining kimligini unutadi. O'zining qandoq bir ijtimoiy to'pqa, qandoq bir millatga, qandoq bir e'tiqodga tabiiy ekanligini u allaqachon unutgan. Shuning uchun shunday bir holat kelish amaliyotda bu bugungi kunda Uyg'urlarning kollektiv emidagi qo'rqinish keltirib chiqargan virus tarafidan shakllanayotgan bir holat deyishga bo'ladi. Chunki nurg'un insonlarimiz garchi o'zim ko'ngilda his qilsimi, ammo qo'rqinish sababidan hech qachonda o'zining shaxsiy ishing ma'nodagi kollektivning manfaati yoki ijtimoiy to'pning manfaati yoki millatining manfaati kelganda nurg'un insonlarimiz shuni ko'ydirdiki, o'zining manfaatini voz kechmaydi. Shunday holat kap bo'ldi nurg'un insonlarimiz. Demak, bu nima desa, manqurtlikning bir alomati yoki bugungi kundagi termin bo'yicha aytganda zamonaviy manqurtlik. Bu 3-chi xil ahvol. Endi 4-chi xil ahvolni, ya'ni o'tmishiga maftun bo'lib, bugundan tasalli tepish. Demak, bunimi bizdagi qo'rqinish tuyg'usi keltirib chiqargan bir xil psixik holat yoki Uyg'urlardagi deyishga bo'ladi. Endi biz buni qanday tushunamiz degan vaqtda, masalan, buni bunday deyish mumkin. Odam bola bo'lib tug'ilgan vaqtida hammamizning bolalamiz bor. Balalarning energiyasini bir xil cheksizlik his qilamiz. Masalan, atdigandan kashkicha o'ynaydi, tipirlaydi, sho'x qildi. Bu balada hech yerish bo'lmaydi. Bu baladagi energiya nereden kelyapti? Energiya uning yangidan tug'ilganligi, a'zolarining saqligi, energiyasini har vaqt jo'sh urib turganligi baladagi. Yosh davridaymiz, yosh davrida necha kunlar uxlamaymiz, shunday qilsak hech bir narsaga ta'sir qilmaymiz. Ammo qiyragan sari, masalan 40 ni oshgan sari odam o'zini harg'in his qilish boshlaydi. Garchi tajribaga to'lgan bo'lsak-mu, ba'zi narsalarga hukm qilishda iqtidorimiz yosh vaqt qaraganda xeyli zo'r oshgan bo'lsa-mu, lekin badanimiz qiryapti. Endi mushu qarish jarayonida 70-80 yosh kirgan bir holatni tasavvur qilib qo'ying. Odam qirilib yetganda nimani bakrak o'ylaydi? Menimcha, odam qirilib yetganda shu kundagi ko'z oldidagi ish qaraganda o'tmishini bakrak o'ylaydigan bo'lib qoldi. Odam qirilib yetganda uning birdan bir beradigan tasalli faqat uning o'tmishi eslash. O'tmish orqali o'ziga tasalli topadi. Misol uchun, Zulm Qodirning mag'dur ketganda degan hikoyasini balkim o'qganlar hammalar o'rta maktabdan darsliklarida bor. Shunda Boqiy degan bir obraz bor. Qanday qildi desa, to'nirga nonni yoqib bo'lgandan keyin yezalashni qiladi, to'nirga putun sangiltib o'tirib, burungi zamonlarda hikoya aytish o'tadigan bir zamonlar bo'lgan. Dal shuni o'xshash Boqiy degan mag'durdan ketgan bir odam to'nirga putun sangiltib qo'yib, bolalarga, yosh bolalarga o'zining o'tmishidagi go'zal hikoyalarni so'zlab berdi. Qanday muvaffaqlashganligi, bahor degan qizni qanday yaxshi ko'rganligi, o'zining nimalarni qilganligi, yoshlik davridagi ishlarni. Bu yerdagi narsa nima desa, mag'durdan ketgan Boqiy uchun hayotida birdan bir tasalli uning o'tmishi. Xuddi shunga o'xshash bugungi kunda qo'rqinish Uyg'urlarni ruhiy jihatdan qirtibdi. Qo'rqinish bizning yoshlarimizning vujudidagi ruhiy energiyani qirtibdi. Shunga birisi 10 yil oldida men vatanda vaqtimda bir chet eldan kelgan birisi shunday so'rgan. Janoblar uyabiyalar bordiq-ku, biri bunda qarab, men hayronman deydi. Nima bo'ldi desam, bu butun Uyg'urlarda tasvirlab bag'isiz bir xil parishonlik bor ekan bu millatning nimasida. Ruhiy holati deydi. Bu chiroyi tikibdi. Men bunda sinchilab qolsam Uyg'urlarning ichki-ichidan xo'shalib, bunda bo'lgan bir kayfiyat yo'q ekan. Chunki vujudimizga xo'shallik chiroyi tepadichi odamniki. Ham odamning vujudidagi g'am qayg'u yana odamning chiroyi tepadigan. Demak, bir chatlarlikning Uyg'urlarni kuzatib degan bir gapi shu vaqtda. Men o'sha e'lon qilmoqda, men hozir o'ylab baqsam, rost. Vatanning ichida shundoq. Vatanning ichidagi besimdan qutulib, muhojiratda, demokratik ellarda erkin yashayotgan Uyg'urlarning chiroyi qarab beqoldi. Muhojiratdagi Uyg'urlarning ro'y holatini arablar bilan, turklar bilan va boshqa millatlar bilan selishtirib qarab beqoldi. Biz nima uchun shuncha parishon? Nima uchun shuncha g'amkin?
Немишқа qo'shal bo'lamaymiz? Bizning qo'shal bo'lamasligimizning sababi zot nima? Demak, bu narsani hammasini o'ylab ko'rish kerak. Shuning uchun bir yig'ilgan vaqtida chet ellik yoki muhojiratdagi Uyg'urlarning ko'pinchilari o'ziga qanday tasalli berdi desa, vatandagi kechirmishlari bilan o'ziga tasalli berdi. Cho'nglarimiz o'tgan kunlar orqali o'ziga tasalli berdi. Demak, butun bir millat gavdasi bilan bir millat faqat o'tgan kuni bilan o'ziga tasalli berdigan, bugunni o'ylamaydigan, kelgusiga nisbatan umid his qilmaydigan holat kelsa, u millatning kelajagidan umid bo'ladi. Shuning uchun tariximiz albatta parlaq saytlar bo'lgan tariximizda. Shuning bilan bir vaqtda bizni g'ash qilganimiz saytlar bo'lgan. Shunga bir millatning o'tmishini aslashi gunoh emas. O'tmishni aslaymiz, parlaq saytlarimizdan kuch olamiz, o'zimizni yangi kuch, quvvatga ega qilamiz. Ammo bir millatning o'tmishini aslashdan boshqa tasallisi qolsa, bu xatarlik. Albatta, bugun o'tmishning ustiga qurildi. Lekin o'tmishga nisbatan aytganda bugunimiz hammadan muhim. O'tmish o'tdi, o'tmishga mansub, bugun bizga mansub. Agar bugunga yoki kelgusiga nisbatan agar ishonch olmaydigan bo'lsa, bu millatning olg'a siljiydigan, o'zini energiyaga ega qiladigan manbas qolmaydi. Shuning uchun hozirgi Uyg'urlardagi bu xillikqa ro'yxatdan buni operatsiya qilsak, nurg'un xalqdagi bugundan emas, balki o'tmish orqali o'ziga tasalli topadigan bunday bir holatni o'ylanish kerak. Bundan qanday qutulishning chorasini izlash kerak. Bu yana bir taraf. Endi yana bir nuqtani qo'rqinish keltirib chiqargan bu xil psixik omil Uyg'urlarning vujudidan o'z xiyoliga yoki xato tuyg'usiga ishlab qilishdek bunday bir holatni keltirgan psixik ifodamizda. O'z tuyg'usiga yoki xato sezimiga ishlab qilish. Odam nima uchun o'zining xato tuyg'usiga ishlab qoldi? Misol uchun bir sho'pirni misol olsak, agarda siz to'xtamasdan, dam olmasdan 2 kech kunduz uxlamasdan boshlaydigan odam oxiri uningdan bir xato tuyg'u paydo bo'ladi. Masalan, bunda xato tuyg'uni bizning yozuvchilarimizning ba'zi asarlarda tasvirlagan. Masalan, mashina haydab ketyapsiz, oldingizda tub-tuz yo'l, ammo tuyg'ungiz ilishqanligi uchun balki tuyuqsiz, yo yo'lda bir odam dasvatgandek yoki mashina yo'ldan chiqayotgandek xato tuyg'u bilan cho'chib uyg'onsiz. Yoki esingiz kelsizda. Demak, bu haddidan ziyod charchash natijasida tuyg'udagi bir xil xatolish. Endi xuddi shuning o'xshash bir millatning o'ylaydigan narsalari ko'payib ketsa, o'zidagi eng muhim narsani qo'yib, turmushdagi ushshaq-tushak yoki o'zi ko'rmagan shaklsiz bir vahimaning asoratiga tushib qolsa, bu millatda har vaqt xato tuyg'u paydo bo'ldi. Ham xato tuyg'uga ishinib qilish bo'ldi. Xo'p, bugungi shu kunda muhojirat yoki chet elda yashayotgan Uyg'urlarimizda xato tuyg'u yoki xato tuyg'usiga ishinib qolgan holat bormi? Albatta, hammamiz yashayotimiz, har bir inson o'zidagi tuyg'usiga faqat o'zi javob bera oladi. Endi buning ichidagi yana bir taraf o'ziga emas, balki o'zgiga o'xshab olishni izlash. O'ziga emas, balki o'zgiga yoki boshqalarga o'xshab olishni istash. Demak, buning tigidimi surishtirib kelsangiz, mayli psixik jihatdan bo'lsin yoki ro'yi jihatdagi omillardan bo'lsin, yoki qo'rqinish ilkida qolgan millat yoki boshqalarning qo'liga yoki mahkumlik ostida qolgan millatlarda umumyuzda ko'riladigan bir hodisa. Misol uchun aytaylik. Vatandagi vaqtida yoki chet elda bo'lgan Uyg'urlarning ichida shu gapni aytib ko'p. Masalan, ishchi o'lkalarga yoki Xitoyning o'lkalariga borgan vaqtda Uyg'urlar nima bilan faxrlandi desam, nurg'un Uyg'urlar o'zining milqi Xitoyga o'xshamaganligi, balki chet elga o'xshaganligidan faxrlanish his qiladi. Masalan, Beijing, Shanxayda yashayotgan nurg'un Uyg'urlar chet ellik siyohatga kirib, ular bilan hanzuvchi gap qilmay, balki ingliz gap qilgandan keyin buni chet ellikligini bilgan amon, qarshi obyektni daral pozitsiyani o'zgartganda, uning shunday siniq sipoyi muomala qilib, hal olmaydigan ishlar hal bo'lib, mandaq bir ikki qatam tajribani o'tkazgandan keyin nurg'un Uyg'urda o'zining Uyg'urligi emas, balki chet ellikka o'xshaydigan tartibni izlaydigan bir xil kayfiyat bor Uyg'urlar. Onundan mana O'rta Osiyoda yashagan qarindoshlarimiz misol olsakmi, O'rta Osiyoda yashagan qarindoshlarimizni ichida masalan uzun mazgil O'ristonning madaniyat assimilyatsiyasi yoki madaniyat besimi ichida yashaganligi uchun masalan parchalanishning oldi keyinda hatto o'zining tili qaraganda o'ris tilida so'zlasa bir xil faxr his qilgan.
yoki o'rislarning turmush shakli yoki bolalarni shu xil usul orqali tarbiyalasa, texmo bexatar his qilgan yoki o'zini bilimlik, bundaq o'rni bor ko'zlar daxil psixik holat shakllangan. Bu nima desa, o'zidan kuchli bo'lgan obyektga nisbatan qo'rqinish tuyg'usi oxiri o'ziga emas, boshqalarga o'xshashga istashdan iborat bu xil psixik omilni keltirib chiqargan. Shunga bugungi kunda vatandagi Uyg'urlarda, masalan, turklarga o'xshashni izlash yoki arablarga o'xshashni izlash, bundaq psixika nihoyat og'ir. Chunki dunyoda hamma millat bo'lib barpo bo'lgandan boshlab shu millatning o'ziga xos alomati bo'ldi. Masalan, do'ppan Uyg'ur xalqining tarixi bilan o'zi yaratgan, o'ziga mos kelgan, butun dunyo tarafidan e'tirof qilingan bir milliy kiyimi. Bugungi kunda milliy kimligining bir qismi. Yana tarixdan bu yana kiyim-kechak jihatda Uyg'urlar o'ziga xos bir turmush otini yetildirgan. Gerçi 20. asrdan keyin dunyovilashish asosiy iqlim aylangan bo'lsa, lekin Uyg'urlarda mana shunday turmush otdi bor. Shundaqkan bugungi kunda nima uchun bizning xalqimizning ichida boshqa xalq yoki boshqa millatga o'xshashni izlash xohishi shu qadar kuchli bo'lib ketdi. Shunga buning tigini surishtirib akasi amaliyotda bu shu millatning o'zining psixikasidagi o'ziga bo'lgan ishonchining bo'lmasligi yoki o'zining milliy kültür yoki madaniyatining ichida o'ziga o'xshatib olsa, uning bexatar bo'lmaydiganligini his qilgan, lekin boshqa millatga o'xshashni izlaydigan gapda. Demak, agar bir millat boshqa millatga o'xshashni izlaydigan psixika butun millatning gavdasiga umumiylik hukm surgan kuni bu millatning milliy mavjudligi krizisga duch keldi. Shunga bu nuqtani cho'qib o'ylanib ko'rish kerak. Demak, endi bugun shu qo'rqinish temasidan biz uning psixikalik yoki ruhiy jihatdagi bir qism uqumlarini tushuntirib o'tdik. Shundan bilan bir vaqtda qo'rqinish tuyg'usi olib kelgan psixikalik normalsizlik natijasida Uyg'urlarning kollektiv emida ko'rilayotgan bir qism ifodalarni sandan olsak o'tdik. Balkim bu mening shaxsiy his qilgan taraflarim. Onundan boshqa nurg'un taraflar bo'lishi mumkin. Bugun vaqt munosabati bilan men shunchalik so'zlasam, qolgan vaqtimizda qarindoshlarning agar savollari bo'lsa, savol javob orqali davomlashtirsak. Rahmat tamomlaga. Nurg'un qo'rqinishning nimalarni sabablarini dedik, ham bir qo'rqinishdan qutulishning choralari yoki shaxsan Uyg'ur millatiga qo'rqinish nimasini qutulish uchun bir shu to'g'riliq bir qanday bir choralar to'g'riliq o'ylanib ko'rdingiz? Rahmat. Shu qo'rqinishni biz baydadoq insonning o'zida Alloh taolo qo'rqinishni qalbga solgan bilan shu qo'rqinishdan qutulishdan iborat iqtidorini bergan. Demak, endi bizning hozirgi holatimiz nima desa, butun Uyg'urlarda qo'rqinishdan iborat shunday bir mikrob yoki bir virusga mubtalo bo'lgan bo'lsa-mu, lekin buni qanday yemish intayin bir qiyin bir holatda turibdi Uyg'urlarning psixikasini sanay aytganda. Endi insonning boshqa jonlilardan farqlanadigan tarifi biz bayim dedik. U qo'rqinishni his qiluvchi bo'lish bilan bir vaqtda, ya'ni qo'rqinishdan halq qiluvchi yoki qo'rqinishni yenguvchi. Mandaq bir iqtidorim bor insonda. Endi qo'rqinishdan qanday yengamiz? Bu o'yinni har biri bilan bunday yengaman deb birsiga bir yo'l yoki qilib ko'rsatadigan narsa emas. Chunki biz baydadoq har bir millat a'zolarining qalbidagi qo'rqinish boshqa xalqdan farqlanadi. Ya'ni kelib Uyg'urlarning vujudiga chirmalagan bu qo'rqinishni dunyodagi boshqa har qanday bir millatning tajribasi bilan, boshqa har qanday bir millatniki real hayotda duch kelgan qo'rqinish ifodalari bilan selishtirib bo'lmaydi. Misol uchun, masalan, Uyg'urlardagi shu pasport qiyinchiligining masalasini sizlar dunyodagi boshqa bir millatga so'zlab bersangiz, hech bir millat bu narsaga ishonamaydi. Bu mavjudmi yoki bu shundoq bo'lamdi deb hayron qoldi bu narsaga. Lekin bu reallik hozir bizda bor. Shuning uchun mushunga o'xshagan turli-tuman hodisalar Uyg'urlarning qalbiga tushuntirish intayin qiyin bo'lgan qo'rqinishning mikroblarini sindirib yoki o'rib bo'ldi. Ham buni qanday qilish kerak? Shuning uchun men vatan ichidagi Uyg'urlarni desam, hech bo'lmasa shu Yevropa, Amerikada yashayotgan, demokratik ellarda yashayotgan yoki bu yerdagi har bir insonning qonun oldida barobar degan bunday bir sistemda yashayotgan insonlarning o'zini tarbiyalash, o'zidagi qo'rqinishdan halqish yoki normal bir psixik holatni yaratish mumkinchilik bor deb qarayman.
Endi buningki bir muhim taraf nima desa, hozir biz bayaq yashayotimiz qism balchaqalarimiz cho'nglayotdi. Bir qism balchaqalarimiz vatanda tug'ilib kelgan bo'lsa-mu, ammo yana bir qism balchaqalarimiz bu yerda tug'ildi. Endi bu bolalar bu yerga erkin dunyoda tug'ilish jarayonida bolalarimiz bilan bizning psixikamiz orasida farq bor. Ammo nurg'un oilalarda ota-onaning vujudida bo'lgan bu narsa har vaqt bolalarning bunda qilsang bu bunda xatarlik, bunda qilsang unda xatarlik degan narsa, ya'ni odam o'zining vujudidagi kasallikni albatta balsa yo'qtirdi. Shuning uchun qo'rqinchdan iborat bu virusni tozalashning o'zi o'zimizdan qutuldirish emas, amaliyotda balchaqalarimizni qutuldirish uchun intayin muhim. Shunga Qur'on Karimda bu shunday bir oyat bor. Ya'ni Allah shunday deydi, faqat mendan qo'rqinglar. Ammo bizning realligimizda Uyg'urlardagi qo'rqinish yoki nurg'un insonlarimizdagi qo'rqinish hozir uningdan emas, bir Allohni qo'yib bandadan qo'rqadigan bunday psixika bak cho'nqir avjagan yoki sinib ketgan. Shunga hech bo'lmasa Qur'on Karimda bu aniq Alloh taolo ko'rsatib berganda faqat Allohdan qo'rqamiz. Ammo uningdan boshqa qo'rqinishning hammasi vaqtliq. Uni yangili bo'ldi, ma'lum davr sharoit pishib yetilgan vaqtda uningdan qutulib bo'ldi. Endi buning uchun masalan har bir oilada, har bir insonda oldi bilan o'zining sirtidagi narsaga qaragan vaqtda o'zining ishki qismida yoki ro'yitini ko'proq o'ylaydigan bir holatni shakllantirish kerak deydi. Chunki odamning o'zini tushunishi, o'zini davolashligi oldingi sharti. Masalan, men uchun qo'rqinish qilayotgan narsa zot nima? Oldi bilan men nimadan qo'rqyapman? Buni aniq anqirash kerak-da. Anqirgandan keyin bundan qutulishning yo'lini izlagan bo'ladi. Shunga men bu vaqtda masalan qo'rqinish va qo'rqinishdan halqish to'g'ri kelganda bunda bir necha turlik nuqtalarni o'yladim. Birisi inson sifatimiz bilan har bir inson o'ziga bo'lgan tonishini kuchaytirish yoki o'zini bilish nimasini kuchaytirish kerak-da, o'zini tushunishni. Millat sifati bilan yoki ijtimoiy to'p sifati bilan shu millatni yoki ijtimoiy to'pni tushunishni ilgari surish kerak. Shunga o'zini yaxshi bilgan vaqtda, o'zining ojizligini to'nigan vaqtda bu o'zidagi ojizlikdan yoki vujudidagi ma'naviy tushkunliklardan qutulishning yo'lini topqili bo'ladi. Demak, bu yerda psixik jihatdan aytganda bu bir nuqta. Ikkinchisi hamsi, ya'ni e'tiqod. To'g'ri, sog'lom bo'lgan e'tiqod orqali bu qo'rqinchni yangilay, uni g'olib kelgili bo'ladi. Chunki bizda Uyg'urlar millat kelgusi bilan islom e'tiqodiga e'tiqod qiladi. Masalan, Qur'on Karimda onun suyurlarida payg'ambarning hadislaridan tortib insonning qanday qilib o'zini tarbiyalashi yoki insonning vujudidagi turli tuman tashvish yoki bu xildagi nachar psixik holatlardan qutulishga intayin yaxshi oyatlar, intayin yaxshi bilimlar bor. Shunga agarda haqiqiy to'g'ri saf bo'lgan aqida e'tiqodni tiklaydigan bo'lsak, aqida e'tiqodning o'zi bir Qur'on bu bizning psixikamizni davolashga albatta bu qudratli yetadi. Bu bir taraf. Yana birisi boy biz degan ishonch turg'izish. İşenç qandaq turg'izildi? İşenç insonning amaliyotda balliq davridan turg'izilgan bir narsa. Shunga kichigida qo'rqinishning ichida cho'ng bo'lgan yoki qattiq xorliqning ichida cho'ng bo'lgan bolalardan cho'ng bo'lsa psixik jihatdan normalsizlik bo'lgan, ularning yangi ideya chiqmaydigan yoki psixik kasal giriftor bo'lib qolgan ishlarni aytdi. Shunga bolalarimizga kichigidan tortib o'ziga bo'lgan ishonch turg'izish kerak. Bunu qo'rqinchni g'olib kelishniki bir usuli deyishga bo'ladi. Yana birisi, o'zimni o'yladim, tarixning o'zgaradiganligiga ishonish kerak. Nurg'un insonlarimiz borki, ko'z oldida o'zi muttalo bo'layotgan ochiq qismatlarni, ochiq reallikning o'zgaradiganligiga nisbatan hech qanday ishonch yo'q. Ammo tarixiy faktlar, tarixiy saboqlar shuni ko'rsatdiki, tarix har vaqt o'zgaradi. Sobiq Sovet ittifoqining yemirilganligi mushu davlatda yashagan hech bir insonning yodiga kelgan. 500 yil 3 qit'aga hukm suradigan Osmanlı sultonligining 1919-yilda yiqilganligini o'z vaqtida turklar tasavvur qilgan emas. Chingiz Xondek butun dunyoni bo'ysundirgan bir kishining imperiyasining keyingi o'zining bolalari davriga kelganda pochilib yer yuzini yo'q bo'lganligini Chingiz Xon o'zi o'ylab boqqan emas. Lekin tarix o'zgardi. Shunga tarixning, reallikning o'zgarganligi
har qanday bir qismatning mangulik emasligi bo'lgan ishonchning turg'izilishi amniyatda insonning qalbidagi bir qo'rqinishga malham beradigan yana bir taraf deyishga bo'ladi. Hem en ahırkı bir nokta üzerinden teşebbüsüm yani psikik sağlamlık berpa qilish. Psikik sağlamlık. Psikik sağlamlık nima deganda endi hammamiz mushal yashayapmiz, ammo hammamiz Uyg'urlar haqida gap bo'lganda hammasi Uyg'ur turib, Uyg'urga nisbatan mudofaa temisolgan. Uyg'ur turib, Uyg'urdan andish qilgan, qo'rqadigan. Masalan, shunday bir psikik va Uyg'urlarning ichida. Nurg'un insonlarimiz mesela ko'chaga chiqqandan keyin boshqa bir yerga borganda Uyg'urlarning uchrab qolishidan qo'rqadi. Xususan vatandan chiqqan qarindoshlarimiz sayohat bu sababdan chet eldagi Uyg'urlarga uchrab qolishdan qo'rqadi. Chet ellarda muajirat yashayotgan Uyg'urlarimiz turli sabablar bilan o'zining qarindoshlaridan, o'zi bilan bir tilda so'zlaydigan, bir dinga e'tiqod qiladigan, bir xil madaniyatga mansub bo'lgan bu insonlarni qo'rqib yashaydigan shunday bir xil psixik shakllangan bizda. Shunga bu yerda mening deydiganim qachonki Uyg'urlarning o'z-o'zidan qo'rqib solgan mudofaa temi o'rilgan kuni biz bir-birimizni cheksiz muhabbat bilan quchoqlay olamiz. Bugungi kunda qaysi Uyg'urni o'zi qo'yibdi kuchli muhabbati bilan quchoqlab boqqan bor. Quchoqladi yoki. Demak, mayadagi tub sabab nima desa, qo'rqinish bakteriyasi bizning butun vujudimizni shu xil holat ekanligi, hatto o'zimizni yoqib qo'ydi. Shunga Uyg'urni ko'z qo'rqadigan, boshqa millatning oldida o'zini bexatar his qiladigan bir holat, bir millatning ojizligi, bir millatning xatarlik nuqtasidir. Shunga bu savol haqida men mushuklik to'xtalay. Rahmat. Vatandagi yashayotgan Uyg'urlarning muhojiratga yashayotganlarning psixikasida bu qo'rqinish nemisda farq bormi yo'qmi? Masalan, vatanda unchalik nima emas, bulqum yerda yashaganda Uyg'urlardan mesela başka devletdagi Uyg'urlarga telefon qilsa, men jiraf bir yerda yolg'iz yashayapman, qo'ligim tinish. Men xotirjam yashayapman, men baxtlik deydigan gaplarni olib mesela. Bu bir qanday buni vatanda undacha surat qilolmaydi. Bu yaxshi savol bo'ldi. Biz boy degan savol bilan munosabatli savol. Biz boy degandek xuddi mayaga chiqqan, o'zi bilan o'xshash qismatga bo'lgan qarindoshlari yoki millatdoshlari o'ziga qo'rqinish tuyulganligi uchun shunga Uyg'ur yo'q yerda jiroqda qancha yot insonlarning orasida yashasa o'zini shuncha bexatar his qiladigan, o'zi bilan dindosh odam bilan aloqalashgandan keyin o'zining bexatarlik temi bo'sib ketadigan bundoq bir holat hozir shu muhojiratdagi Uyg'urlarning ichida xeli ko'p surgan. Ammo hamda boyaqi Nijot o'zi takrorlab o'tdi, to'g'ri. Vatandagi mushuk xil holatda biz qaraydigan bo'lsak, vatandagi xalqimizning, bu yoshlarimizning qilayotgan nurg'un ishlari, masalan, to'g'rilarda, bular qilayotgan ishlar qarab, bu yerda biz mushal erkin bir dunyoda yashab, biz hech qanday bir ish qilmay o'tibmiz. Tabii biz vatandagi Uyg'urlarga qaraganda natijasi qo'rqinch olib ketibmiz deydigandek bir yakun kelgan. Ham buning sabablarini men jiq o'yladim. Jiq o'ylash jarayonida bunday narsa bo'ldi ekanda, bir millat yoki bir xalq garchi u vatan o'zining qo'lida bo'lsa-mu, shu tuproqni dastlab turgan vaqtda uning shu insonlarga beradigan xotirjamlik tuyg'usi boshqacha bo'ldi ekan. Chunki shu vatanda, garchi shu vataningizni siz qo'lingizda tutib turadigan bo'lsangiz-mu, ot tuproqqa ta'sirligingiz uchun, mat tuproq mening, mat tuproqqa ota-bobomning qani to'kilgan, shu tuproqda men o'sib cho'ng bo'ldim. Bu mening deydigan narsa bo'lganligi uchun bu insonda ajoyib bir xilal qilindaymiz. Bir xil xotirjamlik, bir xil iroda bunday narsa baxshat ekan. Endi bugun muhojiratga Uyg'urlar shu tonish tuproqdan ayrilib ketdi. Garchi chet ellardagi nurg'un ellarda vatan tutib, uy, bola chaqaloq bo'lib, bolalar cho'ng bo'lib yashayotgan bo'lsa-mu, mening qarashimcha chet ellardagi Uyg'urlar hech qachon shu o'zlari yashayotgan tuproqni vatannikiga o'xshash holatda his qilib boqmadi. Chunki hamon boshqalarning tuprog'ida yashayapman. Garchi jismi bu tuproqni daslayotgan bo'lsa-mu, ro'yi yana vatanda aylanib yuryapti hozir. Shunga bu tuproqni yo'qotish, tuproqni tark etish, tuproqdan ayrilib ketish degan insonning psixikasini ajoyib o'zgarishga keltirgan narsa ekan.
Şuna vatandagi Uyg'urlar bilan muhojiratdagi Uyg'urlarning psixikasidagi mushu farqlarni selishtirgan vaqtda men shu tuproq nuqtasidan o'ylandim. Balki buning boshqa sabablari bo'lishi mumkin. Endi yana bir nuqtani matsa, yana bir nuqta muhojiratga yoki chet ellarga chiqqan Uyg'urlarning kelish manbasi xilma-xil, o'xshamagan oq ko'rinishdan kelganligi, o'xshamagan maqsad muddaolar bilan chet elga chiqqanligi yoki o'zining vatanda qolgan, urug' tuqqan qarindoshlar bilan bu yerdagi hayotning o'rtasida qanday qilib bir xillik muvofiq oraliqni saqlash yoki bexatarlik bir ballig'ini hosil qilish qatorli xilma-xil sabablar tufayli chet eldagi Uyg'urlarning psixikasida ajoyib cho'ng'an murakkablik shakllanganda. Shuni xuddi boy ta'kidlab o'tgandek, amaliyotda chet elda yashayotgan Uyg'urlarning qo'rqinchi vatandagi Uyg'urlarning qo'rqinchidan eshib ketgan. O'tning ichida ko'yayotgan qarindoshlarimizning qo'rqinchidan, o'tning tejida ko'yayotgan qarindoshlarimizning qo'rqinchi eshib ketgan. Shunga buni qanday qilish kerak? Albatta, buni davolaydigan bir payt keldi. Agar buni davolamasak, bu qo'rqinish virusi bizdan o'tib bolamizga davomlashadi. Erkin dunyoda cho'ng bo'layotgan bolalarimizni bu virus yo'qida agar davolamasak. Rahmat. Uyg'urlar bayağı beri Uyg'urlarla beraber yaşa. Devamlı uzakta olsun. Anlatırsan bunu Uyg'urlar bayağı keslemler. Şunu arzu okup, şunu küçük Uyg'urlar bayağı bir yapmış. Çeşitli kalıyor. Yani beri Uyg'urlar bayağı keçip Uyg'urlar yok diye bir yaşa meydan. Uyg'ur'un şekilini tutuyor. Bunun sebebi ne? Endi Ahmetcan'ın deganimiz uchun gapni hozir nimaga kelyapti? Bu bir reallik chet ellarniki. Chunki bu savolga mening o'ylig'im Uyg'urlarning muhojiratda yoki chet elda yashash tarixi boshqa millatlarga selishtirganda qisqa biz. Masalan, bak uzun bo'ldi deganda tarixi ko'p bo'lgan, ammo mushu biz yashayotgan davrda eng uzun bo'lganda 15 yil, qisqa bo'lganda 10 yoki 5 yil bo'ladi-da bizning chet elda yashash tariximiz. Şuna dastlabki bosqichda masalan bir tuproqdan ayrilib, yana bir tuproqqa o'zlashish bo'lgan jarayonda, ya'ni bir xil qandaqdir gumansirash, qo'rqinish, shunday bir bosqichdan o'tdi deganda, o'tib, masalan, oldi 15 yil bo'lgandan keyin birsi bolalarimiz cho'ng'ladi. Ikkinchisi 15 yilning ichida biz nurg'un narsani yo'qotdik. Yana dastlabki Uyg'urning qo'rqishdan iborat bu jarayonning ichida bizning aslidagi vatandan olib kelgan Uyg'urlik alomatimizning nurg'unlar yo'qoldi. Şuna bilan 10-15 yil o'tgandan keyin bolalarimiz cho'g'lab, bizning problemlarimiz yoki hal qiladigan masalalarimiz ko'payganda, undan keyin his qilish boshladi bir qism Uyg'urlarda. To'g'ri, hamma millat faqat o'zining to'pi orqali yashash orqali o'zini saqlab qoldi ekan. Birisi o'zining tilini saqlaydi ekan, urf-odatini, e'tiqodini va boshqa usullarni saqlaydi ekan. Qumdak chechilib ketish assimilatsiyaga yo'qolish qilib bordi ekan degan bir xulosa yoki bir xil fikr keldi. Şunun bilan bu fikir kelganlar dunyoning nurg'un joylarida Uyg'urlar bor joyda yashashni bir xil bexatarlik usuli deb his qiladi. Ammo hozir har yili kelayotgan yangi insonlarimiz ko'p bo'lganligi uchun bularning ichida yana qo'rqish o'zini xalqidan yoki mudofaa selish hodisalari yana ko'rilyapti. Shuningda bu xil holatni albatta hamma Uyg'urda bunday harakatga bo'lmaydi. Buni ham ikki xil nuqtadan kuzatish menimcha aqlan fikr deyishga bo'ladi.